Assalomu alaykum barchaga. Bugungi o'rgatadigan narsam qanday qilib dasturchi bo'lmasdan turib xohlagancha veb-saytlar yaratish mumkin. Ya'ni boshqa barcha turdagi dasturlarni yaratishni o'rgataman. Buning uchun bizga tekin bo'lgan sun'iy intellektdan foydalanamiz. Ya'ni buni nomi vo.app. Ya'ni xuddi shu link bilan kirsanglar sayt chiqadi. Lekin saytga a'zo bo'lib olish kerak. Google'dan a'zo bo'lib olamiz. Bu birinchi navbatda. Xo'p. Bundan so'ng dasturlashni boshlaymiz. Xo'p, ko'p odamlar kutgan kun keldi. Ya'ni endi dasturlashni o'rgatish shart emas, lekin kompyuter savodxonligi yaxshi bo'lishi kerak. Ya'ni kompyuterni yaxshi tushunadigan, ko'p dasturlarga kira oladigan odamgina, ya'ni dasturlashni bilmasdan turib veb-saytlar yaratish mumkin. Xo'p, birinchi o'rinda o'zbekcha birorta saytni klon qilib ko'ramiz. Undan oldin oddiy klondan, ya'ni screenshot klondan foydalanamiz. Xo'p. Ya'ni o'zimda oddiygina shu platformani qanday qilib bir xil qilsak bo'ladi. Va buni rasmni, ya'ni screenshot qilib olasiz va bu saytga ko'chiramiz. Ya'ni sun'iy intellektga beramiz va clone this picture deb yozamiz va so'rov berib ko'ramiz. Xo'p, ya'ni sun'iy intellekt уже klon qilishni boshladi. Qani avval login page'da, ya'ni dashbordini qanaqa qilib klon qilishini ko'ramiz. Undan keyin to'liq bir veb-saytni ham klon qilib ko'ramiz. Qanchalik qila oladi. Xo'p. Demak, siz ham uyda, ya'ni xohlasangiz telefonda ham xuddi shu so'rovni berib, bemalol xohlagancha veb-saytlar, boshqa dasturlarni klon qilsangiz bo'ladi. Klon degani, ya'ni o'xshatish, ya'ni biriga bir qilib tayyorlash degani. Xo'p, sizga aynan o'sha saytni kodi bo'lishi shart emas, lekin saytni kodini beradigan bo'lsak, unda yana ham to'g'ri beradi. Misol uchun, shu dashbordni, ya'ni Kun.uz'ni dashbordini yo screenshot qilib olish kerak, yokida ya'ni o'ng tugmachani bossanglar, sichqonchani, ya'ni view page source degan joyi bor. Shu joyni bossak mana barcha kodlar chiqadi. Keyin bundan Ctrl C qilib, ya'ni Ctrl A va Ctrl C qilib kodini ko'chirib bersak ham bo'ladi. Hozir tayyor bo'ldi deb aytilyapti. Qanchalik? Xo'p, bu yerda endi bitta muammo, ya'ni qarang, logotipida bu logoni ham o'rnatsa bo'ladimi desa bo'ladi. Ya'ni o'zini logoni, ya'ni o'zbekcha yozsanglar ham bo'ladi. Shu rasmni o'rnatib ber, ya'ni logosini o'rniga deb yozib ko'ramiz. Qani qanchalik qila oladi. Xo'p, demak yana ishni boshladi. Ya'ni kamchiliklarini yana o'zingiz so'rov berib tuzatishingiz mumkin. Ya'ni shundayligicha qolmaydi. Xohlagancha dizaynni o'zgartira olasiz va birga bir qilmaguncha, ya'ni o'zingiz so'rovlar berib amalga oshirishingiz mumkin. Faqatgina siz bu yerda nima xohishingizni aytsangiz bo'ldi. Mana tayyor. Ya'ni logo ham birga bir bo'ldi. Qarang. Demak, endi kirishni bosganda keyingi etaplar hammasini qadamma-qadam o'zingiz shuna qilib davom etkizib yarata olasiz. Ozgina vaqt ketadi. Ko'ringiz, hech qancha vaqt ketmadi. Hammasi o'zi biz o'ylagandek bir xil bo'lib chiqdi. Xo'p, endi butun bir saytni yaratib ko'ramiz. Qani qanchalik
yarata oladi. Qarang, bundan chiqib ketib new chat qilamiz. Keyin bu sun'iy intellektni agar upgrade plan qilsangiz, ya'ni sotib olsangiz, menimcha maksimum $20, lekin cheksiz xohlagancha saytlarni bemalol yaratsangiz bo'ladi. Xo'p, demak buni men shunchaki linkini berib turib klon qildirib ko'raman, qanchalik qila oladi. Linkini bersangiz ham bo'ladi. Shu link orqali saytga kirib dasturni, veb-saytni klon qilib ber. Xo'p, demak, klon qila oladimi? Qarang, shu joyida aytgancha, yana ham sizni promptingizni kuchaytirib beradigan mana enhance prompt bor, ya'ni bu yaxshilab berish. Bosamiz va bu yozganimizni inglizchada yana ham to'g'ri qilib berdi. Xo'p, lekin link yo'qolib qolibdi. Shuning uchun buni yana boshqatdan qilamiz. Shu link orqali kirib websaytni klon qilib berday bo'lsa shunday qilib deb so'rovni beramiz. Xo'p, demak bu boshlaydi. Xo'p, demak bu avval kunuzni mana ko'rib chiqyapti, har bitta sahifalarini va agar shu ba'zi bir oddiy saytlarda kod bo'lmaydi, ya'ni ba'zi birlarda cheklov bo'ladi. Sababi nimaga? Himoya vositasida hamma klon qilmasligi uchun va birga bir qilmasligi uchun. Lekin bu saytni bemalol klon qilsak bo'ladi, chunki bu public, ya'ni ochiq manba. Private bo'lsa qilish qiyin. Ya'ni qilsa bo'ladi, faqat screenshot orqali qilsa bo'ladi. Demak, ketdi mana hozir structure o'rganib chiqilyapti avval qilishdan oldin, keyin undan keyin kod yozish boshlanadi. Eng qizig'i, kod yozishlarni ham bemalol ko'rib turishingiz mumkin. Bu men eng yoqtirgan, ya'ni juda ham ko'p, bundan tashqari bilsangiz bo'ladi, Lowball degan qolgan ko'p AI'lar bor, veb-sayt yarata oladigan, lekin bu hammasidan ham zo'ri. Eng zo'ri, chunki juda ham ko'p, ya'ni 1 yil davomida sinab ko'rgan va eng yoqqan veb-sayt yaratadigan, ya'ni ko'p dasturlarni shunday o'zim ham yarataman. Men ham o'zim ham sayt yaratganman. Mana ko'rishingiz mumkin, xuddi shu orqali. Hop, writing mana shu, mana hozir oddiy qilib yaratganman o'zimni, ya'ni o'quvchilarimga mos keladigan qilib. Demak, shu orqali yaratganman. Mana sirini ochsam, shu veb-sayt, ya'ni Vio orqali yaratganman. Va xohlaganingizcha bu yerda sample essaylarni ko'rishingiz ham mumkin. Hammasi ishlaydi. Har bitta bosqichni birma-bir yozib, birma-bir qilib chiqqanman. Xo'p, demak shu orqali siz ham yaratishingiz mumkin. Demak, bu yerda mana har bitta jarayon ketyapti. Bu kuzatsak ham bo'ladi. Xo'p. Biroz vaqt ketadi, lekin birozdan keyin veb-saytimiz tayyor bo'ladi. Ya'ni men sizga jonli naqada tayyorlashni ko'rsatyapman. Tayyor bo'lgan narsani emas, ya'ni qanday jarayon bo'lishlarigacha ko'rsatib beryapman. Ozgina sabr qilasiz va bu yerda mana veb-saytimiz o'zi tayyor bo'ldi. Endi bu ham juda ham endi kamchiliklari bo'lishi mumkin. Sababi nimaga birga bir bo'lmasligi mumkin? Sabab mana Kunuz logotiplariga chiqibdi, jahon iqtisodiyoti mana. Pashti xuddi shu jarayon. Ozgina farq bor. Nimaga? Dashbordlarida, dizaynlarida. Sababi buni men linkini berib qildim. Agar siz screenshot qilib, men screenshot yoki kodini qani
bitta ish qilib ko'ramiz. Hali kodni yozib ko'ramiz boshqatdan. Yana new chat qilaman va bu yerda shu kodni Ctrl C qilib olib bunga tashlab ko'ramiz. Clone it deb buyruq beramiz. Ya'ni kod orqali qanchalik to'g'ri va aniq qila oladi. Bir sinab ko'ramiz birgalikda. Balki kod orqali menimcha yana ham aniq yaqqol qilib klon qila olishi ham mumkin. Demak, ikkita yo'lingiz, uchta yo'lingiz bor ekan, qarang. Klon qilishni aytib o'taman. Ya'ni link orqali yoki screenshot orqali yokida o'ng tomonni bossangiz, shu view page source'da bosasiz va shu orqali kodini olib tashlashingiz mumkin. Demak, 3 xil holatda siz xohlagan veb-saytni o'zgartirib, o'zingizga moslab, boshqacha usulda, ya'ni joylarni o'zgartirib, o'zingizga moslab yangi sayt yaratishingiz mumkin ekan. Qisqa muddatda 1 minut, 2 minut, balki yarim soatda siz veb-saytga ega bo'lasiz. Eng qizig'i faqat front-end emas, ichidagi back-end qismini ham bemalol qo'shib ishlaydigan qilib va oxirida yana aytib o'taman, publish degan tugmani bosasiz va bu publishda sizni veb-saytingiz link orqali kiriladigan bo'ladi. Publish qilib olasiz va xohlagan odamga tashlasangiz, shu link orqali nom qo'ygan bo'lasiz. Shu nom orqali bemalol kirib saytingiz bilan tanishishi mumkin bo'ladi. Demak, endi bundan buyog'i hech qanday siz dasturlash bo'yicha kod yozish, shunga oid narsalarni o'rganish o'rniga, ya'ni YouTube kanalim va Telegram kanalimni kuzatib borsanglar, barcha sirlarni oshkor qilaman. Xohlagancha yangi dasturlar, o'yinlar, juda kuchli veb-saytlar yaratishlar va boshqalarni o'rgataman. Ya'ni bitta prompt orqali, bitta so'rov orqali, ya'ni vaqtingizni ketkazmasdan bemalol xohlagan narsani yaratishni o'rgataman. Siz millionlab pul sarflab dasturlashni o'rganishingiz shart emas. Demak, mana bunday chiqdi. Pashta o'xshash, lekin unchalik emas. Demak, shunaqa o'xshamagan joyda siz bemalol screenshot orqali to'g'rilashingiz mumkin. Va mana publish tugmasini bossanglar, fix with bo'lishi mumkin. Tuzatish agar nimadir muammo bo'lsa va publishni bosasiz va sizni veb-saytingiz publish qilib beradi, ya'ni deploy qilib ishlaydigan qilib beradi. Xo'p, demak, hozircha shu orqali siz endi xohlagancha veb-saytni yaratishingiz mumkin. Muammolar kelib chiqsa, sekin-asta o'rgatib boraman har bitta muammolarni ham. Video yoqqan bo'lsa obuna bo'lishni unutmang, boshqalarga ham ulashishni unutmang, like, kommentlar yozishlaringni kutib qolaman. Keyingi videogacha doim sog'-omon bo'ling, guys.